Assalomu alaykum hurmatli anglag'uvchilar. Diqqatingizga diniy olim Muhammad Yusuf Muhammad Tursunning Din va hayot 2000 savolga javob nomli asrini sunduq. Yoqtirib anglag'aysizlar. Bu kitobda aqida, ibodat, axloq, payg'ambar alayhissalomning hayotidan o'rnaklar, muomala, halol harom, Qur'on va sunnat, islomiy bilimlar, Qur'on mo'jizasi, İslamdaki muqaddas joylar, shak shubhalarga radiya, atizm va Allohning borligi, islom davlati va islom xalifaliklari haqida. Bu asrimni meni va qarindoshlarimni yaxshi biqib, yaxshi o'qitib qatoriga qo'shish yo'lda borlig'ini atagan va bolalarning piroqida yuragi dag'ilnayotgan ko'yimchan, bidokor va to'limi shafqatli dadam Muhammad Tursun hojimga eng oliy ehtirom bilan bag'ishlayman. Abdur haqida Muhammad Yusuf 1968-yili Xotan viloyatida dunyoga kelgan. U to'liqsiz o'ttirni bitiribla qorilikqa kirishgan bo'lib, kichik yeshidli Qur'on Karimni yodlab bo'lgan. 1984-yili Nahiyalik cho'ng jamiyada tunji xatmini o'qiganda kishilarning zo'qini qo'zg'agan. 1984-yili va 1985-yillar orasida Yoshurun madrasada arab tili o'rganishga boshlab, dastlabki savodini chiqargandan keyin 1986-yili 6-oyda chet elda ilm tahsil qilish maqsadi bilan vatandan ayrilgan va shu yili haj faoliyatini oxirlashtirib bo'lib Misrga o'qishga ketgan. 1986-yili 9-oyda Misr Azhar bilimgohining tayyorlik sinifiga o'qishga kirib, shu yilning oxiri to'liq o'ttirga imtihon berib o'tgan. To'liqning 1 va 2 yilligini o'qib bo'lib, musobaqa orqali 4-yillikka otlagan. Shunda qilib 4 yillik to'liq o'ttirni 3 yilda bitirgan. 1989-yili Azhar universitetining shariat va qonun fakultetiga qabul qilinib, 1993-yili tamomlagan. 1993-yilning oxiridan 1995-yilning 5-gacha Turkiyaning Istanbul shahrida bir madrasada O'rta Osiyolik o'quvchilarga arab tili va qiroatdan dars bergan. 1995-yildan 2001-yilgacha Qozog'istonning Olmati shahrida Qozoq-Turk institutida arab tilidan muallim bo'lib ishlagan. Bu jarayonda Qozog'istonning Cumhuriyetlik gazetlaridan Uyg'ur ovozi va Yangi hayot gazetlarida diniy va ijtimoiy masalalar haqida nurg'un maqola yozib e'lon qilgan. 2001-yildan beri Saudiya Arabiston radiosining Uyg'ur bo'limida bo'lim boshlig'i bo'lib ishlab kelmoqda. Muhammad Yusufning diniy jihatdagi fikr qarashi o'ttirollikni asos qilgan bo'lib, radikallikdan va cheklik muhit ta'siridan yiroqdir. Tinimsiz izdenish ro'yiga ega Muhammad Yusuf hozirgacha 20 parchadan ortiq asar yozganning sirtida arab tilidan Uyg'ur tiliga 10 parchadan ortiq kitob tarjima qilgan. Hamda har qaysi tor betlarda 100 parchadan ko'proq maqola e'lon qilgan. Uning asarlari vatan ichi va sirtidagi Uyg'urlarning zo'r olqishiga erishmoqda. Muhammad Yusuf asarlari. 1. Islomdagi oila tuzumi. 1. nashr 1996-yili, 2. nashri 2002-yili Istanbulda, 3. nashri 2010-yili Beyrutda nashr qilingan. 2. Islom aqidalari. 1. nashri 1997-yili Uyg'ur Slavyan yezig'ida Olmatoda, 2. nashri 1998-yili Qashqarda, 3. nashri 2003-yili qozoq tilida Olmatoda, 4. nashri 2004-yili Istanbulda, 5. nashri 2005-yili Uyg'ur Slavyan yezig'ida Olmatoda, 6. nashri 2006-yili qozoq tilida Olmatoda, 7, 8 va 9 nashrlari 2008, 2009 va 2010-yillari Olmatoda orqa-orqadan Uyg'ur Slavyan yezig'ida nashr qilingan. 3. Namoz va uning qoida tartiblari. 1. nashri 1998-yili Uyg'ur Slavyan
ve Arap yazıqlarida Almatıda, 2. nəşri 2007 yılı İstanbul'da, 3. nəşri 2008 yılı, 4. nəşri 2012 yılı Beyrut'da nəşr qılınğan. 4. Namaz haqqında savat. 1. nəşri 1998 yılı, 2. nəşri 2006 yılı, 3. nəşri 2008 yılı, 4. nəşri 2009 yılı, 5. nəşri 2010 yılı Uyghur Slavyan yazıqıda Almatıda besilgan. 5. Roza ve onun ahkamları. 1. nəşri 1999 yılı Arab ve Slavyan yazıqlarda Almatıda, 2004 yılı 2. nəşri İstanbul'da besilgan. 6. Dinimizin saflığını qoğdaylı. Yeni Hayat ve Uyghur Avazı gazetlerinde e'lon qilingan maqolalarning to'plami. 1. nəşri 1999 yılı, 2. nəşri 2005 yılı İstanbul'da nəşr qilingan. 7. Zakat kitabı 1. nəşri 2003 yılı İstanbul'da nəşr qilingan. 8. Dua ve onun faziletleri. 1. nəşri 2004 yılı İstanbul'da nəşr qilingan. 9. İlahi Kur'an 1. nəşri 2005 yılı, 2. nəşri 2006 yılı, 3. nəşri 2010 yılı İstanbul'da, 4. nəşri 2012 yılı Beyrut'da nəşr qilingan. 10. G'arb madaniyati ve biz 2004 yılı İstanbul'da nəşr qilingan. 11. Hac ve ömür qo'llanmasi 1. nəşri 2005 yılı İstanbul'da, 2. nəşri 2007 yılı Riyad'da, 3. nəşri 2009 yılı Uyghur Slavyan yazıqıda Almatıda, 4. nəşri 2011 yılı Mekke'de nəşr qilingan. 12. İslamdaki haram ve çeklengen işler. 1. nəşri 2009 yılı Uyghur Arap yazıqıda İstanbul'da, 2. nəşri 2010 yılı Slavyan yazıqıda Almatıda nəşr qilingan. 13. Beş Fariz ve İslamdaki aile tüzümü. 6 kitapның toplami bulup, 2009 yılı Beyrut'ta nəşr qilingan. 14. Ösmirler üçün dini savat. 1. nəşri 2009 yılı Beyrut'ta qattiq muqovala qilib besilgan. Qisqartılgan 2. ve 3. nəşrləri 2012 yılı Beyrut'ta ve İstanbul'da, 4. nəşri 2013 yılı Uyghur Slavyan yazıqda Almatıda nəşr qilingan. 15. Din ve Hayat 1600 savolga javob 2009 yılı Beyrut'ta nəşr qilingan. Keyincha to'liqlanib Din ve Hayat 2000 savolga javob degan ism bilan 2. nəşri 2010 yılı, 3. nəşri 2011 yılı Beyrut'ta, 3. nəşrinin Uyghur Slavyan yazıqdagi nusxasi 2013 yılı Almatıda nəşr qilingan. 16. İslam əxlaqı 1. nəşri 2010 yılı Beyrut'da nəşr qilingan. 17. Hac bedel ticaretinin haramlığı haqqında ochiq söz 2012 yılı Beyrut'da nəşr qilingan. Bismillahirrahmanirrahim. Nəhayət şəfqətlik, mehriban Allah Taala'nın namı bilan başlayman. Barcha madihiye ve en mükemmel maqtashlar alemlerin perverdigari ve müminlerin mededgari Cenab-ı Allah Taala'ga xosdir. Allah Taala'ga mevcudatning sonicha madiya o'qib, onu maqtayman. Haq dinni insoniyatga yetkazish orqali ularni kufri, zalolat ve ozg'unlikning qorong'uligidan qutuldirib, iman, hidoyat ve haqiqatning nuriga yetaklagan insoniyatning iftixorlik ulgusi söyümlük Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a, onun aile tavabatlarına ve onun yolunu davamlaştırıp bizlergice yetközgen sahabelerine, şundaqla ta kıyametkice haq yolda yürgen müminlerge amallık dileymen ve salam yollayman. Hürmetlik kitapxon. Qo'lingizdagi bu eser bundan ilgari Din ve Hayat 1600 savolga javob degan ism bilan, keyincha Din ve Hayat 2000 savolga javob degan ism bilan qayta tahrirlanib ve to'liqlanib nashr qilingan nusxalarga asosan 2 qismli qilib qayta nashrga tayyorlandi.
Kitabımның birinci ve ikinci nəşrlərinin kitapxanlarımızın qızğın alqışıga erişkənligi ve bu kitap haqqındakı tələbning gündən günga köpəyiyotqanligi meni texmi köp izlanishga qiziqtirdi. Bu asar cho'ng kichik hammaga ommabop, tushunishlik ham ixcham qilib hozirlandi. Bu asar sizning islom dini haqidagi bilimlarni eng qisqa yo'l bilan eng to'g'ri va mukammal tushunishingizga yordam qiladi. Shuningdek sizni din va oyat masalalari haqidagi ko'plagan qimmatli bilimlar bilan ta'minlaydi. Kitap 13 bölümdən tərkib tapqan bo'lib, uning tuzilishi mundaq. Birinchi qism oldingi 5 bölümni o'z ichiga olgan bo'lib, ular birinchi bölüm e'tiqod, ikkinchi bölüm ibodat, uchinchi bölüm axloq, to'rtinchi bölüm Muhammad alayhissalomning hayotidan o'rnaklar, beshinchi bölüm muomala. İkinci qism 6 bölümdən başlab keyingi bölümlarni o'z ichiga olgan bo'lib, ular 6 bölüm haram ve çeklengen işler, 7 bölüm Kur'an ve sünnet, 8 bölüm İslami bilimler, 9 bölüm Kur'an-ı Kerim'nin mucizesi, 10 bölüm İslam'daki mukaddes caylar, 11 bölüm atizm ve Allah'ın varlığı, 12 bölüm şek şübhilerge reddiye, 13 bölüm İslam devleti ve İslam halifelikleri. Kitabımның birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü bölümleri asasen yaş ösmürlerge münasip şekilde hazırlanğanlıqdan suallarının cevapları ixcham bulup, meselelerinin mənbələri verilmedi ve təfsilatlarına kirilmedi. Ama kitabımның keyinki bölümleri umumen çoğunluğa nispeten münasip olğanlıqdan cevaplar biraz kengaytilib berildi ve meselelerinin mənbələri imkan kadar toluq berildi. Ben mezhebni rad qiluvchilardan yoki uningga mutaassiblik qiluvchilardan emasman. Xalqimiz umuman Hanafi mazhabiga ko'ra ish ko'radi. Shunga Hanafi masalalarda Imom Azam Abu Hanifaning mazhabi asos qilinib, Hanafi mazhabining eng kuchli va hamma birlikka kelingan ixtilofsiz masalalari tanlab elindi. Hanafi mazhabining ra'yi qanoatlik bo'lmagan masalalarda boshqa mazhablarning kuchli qarashlari tanlab elindi. İmam bilan axloq o'tirisidagi bir-birini takomillashtiradigan mustahkam bog'lanishini ko'zda tutib, kitobimda axloqqa alohida keng o'rin berdim. Haqiqiy dindorlikning va talabga loyiq musulmonlikning faqat sog'lom e'tiqod va go'zal axloq bilan bo'ladiganligini, axloqning martabasi imom bilan o'xshash darajada ekanligini, go'zal axloqning ibodat ekanligini, talabga loyiq qilingan ibodatlarning cho'qim axloqni isloq qila oladiganligini, aksicha ba'zi dindorlarning axloqidagi nacharliklar, ular qilgan ibodatlarning nafsini poklash va ruhni yuksaltirish, axloqini isloq qilishdan iborat mevasini beramaganligi sababdan ekanligini tushuntirishga tirishdim. Chunki hozirgi zamon musulmonlari ichida bosh ko'targan eng chong krizis diyonat bilan axloq ikkisini bir-biriga bog'lay olmaslik. Aniqroq qilib aytganda, ba'zi kishilarning shakli ibodatlarni o'rindab qo'yish bilan kupoyilinib, axloqiy taraflarga ahamiyat bermasligi, yana ba'zilarning adab axloq ishlariga ahamiyat berib, ibodat masalalariga ko'ngil bilmaslikdan iborat bo'lgan krizisdir. Bu asarni hozirlash uzun muddatli qiyin va jafoliq emgak bo'ldi. Bu asarning umumga manfaatlik, tushunishlik va to'liq bir asar bo'lib chiqishi uchun iqtidorimning yetishiga tirishdim. Eng ilg'or va umumiy musulmonlar orasida ixtilofsiz fikrlar bilan beyitdim. Do'stlarimning, kasbdoshlarimning fikrlarini oldim va oxirgi nusxasini ular ko'rib chiqqandan keyin muqimlashtirdim. Bu asarni ko'zdan kechirib chiqish ishini Saudiya Arabistonning har qaysi oliy bilim yurtlarida, Pokiston islom universitetlarida, shundaqla Misr Azhar oliy bilim yurtida ilm tahsil qilib, yuqorisi doktorlikdan boshlab tövini bakalavrlik unvonlarini olgan yosh o'limalar ustiga olgan edi. Demakchimanki, bu asarning musulmonlar orasida birlikka kelingan islom prinsipiga, Qur'oni Karim va hadislarning ro'yiga tamoman uyg'un ekanligi qanoatim to'liqdir. O'qirmanlarni bu jihatda xotirjam qilishni xohlayman. Bu munosabat bilan mazkur yosh olimlarga, shundaqla bu asarni yozishimda menga qimmatli fikrlarni bergan do'stim va savodishim
Azhari doktor Abdul Aziz rahmetullah'a rahmet eytiman. Bu asarning har bir Uyg'urning uyida bir nusxadan bo'lishini umid qilaman. Janobi Allohdan bu oddiy emgikimni qabul qilishni so'rayman. Bu asarni turli jafoliq va savalliklardan xoli degil bo'lmaydi. Kitobxonlarning, xususan ona vatanimizning ichki va sirtidagi olim ulamolarimizning tuzitish berishini va tanqidiy fikrlarini aymasligini so'rayman. Muhammad Yusuf Muhammad Tursun. Hijriya 1434-yili 2-oyning 27-kuni. Milodiya 2013-yili 1-oyning 9-kuni.